Sifatsiz dori-darmon va farmatsevtika mahsulotlari salomatlikka jiddiy xavf tug'dirishi mumkin. Chunki turli sharoitda va belgilangan me'yorlarga rioya qilinmagan holda tashiladigan dori vositalari shifo o'rniga kasallikni yanada kuchaytirib yuborishi mumkin. Qashqadaryo viloyatida ana shunday sifati kafolatlanmagan va yaroqlilik muddati o'tgan dori vositalarini yo'q qilish tadbiri bo'lib o'tdi. Joriy yilning 5-yanvar kuni o'tkazilgan tezkor tadbirda litsenziyasiz faoliyat yuritib kelgan shaxsning yashash xonadonidan 271 turdagi 5000 donaga yaqin kontrafakt va tegishli hujjatlari mavjud bo'lmagan dori vositalari aniqlanib, ashyoviy dalil sifatida olingan edi. Shundan so'ng joriy yilning 13-yanvar kuni jinoyat ishlari bo'yicha Qarshi tuman sudi qaroriga asosan ushbu dori vositalari va tibbiyot buyumlarini belgilangan tartibda yo'q qilish belgilandi. Ashyoviy dalil deb topilgan 271 turdagi 4898 dona dori vositalari hamda tibbiyot buyumlari tegishli tartibda yo'q qilish haqidagi qarori kelib tushgan. Bu qaror asosida bugun ijro harakatlari amalga oshirilib, turdosh xizmatlar bilan hamkorlikda tegishli tartibda yo'q qilish ishlari amalga oshirildi. O'tkazilgan tadbirda sud qarori ijrosi to'liq ta'minlandi. Mahsulot yoqish, to'kish va sindirish yo'li bilan yo'q qilindi. Mazkur chora-tadbirlar Vazirlar Mahkamasining 200-sonli qarori ijrosini ta'minlash hamda aholi salomatligini himoya qilishga qaratilgan bilan ahamiyatlidir. G'olib Amirov, Jamol Nazarov, Qashqadaryo.